Qirg'iziston mashina bozoriga keldik. Ya'ni Bishkekdamiz. Narxlar bilan hozir imkon boricha tanishtirib o'tamiz. X5 14.200 Ford Ranger Koreyadan kelgan ekan. 2 litr почти motori, $38,000. Taga yomon emas mashina. Pikap. Hyundai Santa Fe. İki motor benzin 17.800. Kia Carnival 169.000 aşağı yurgan, 2017 yil 2.2 dizel, $14.000. Yani bitta Carnival limuzin. Rangi mokriy. Hop, hozir mana narxini aytamiz. 2.2 dizel, 175.000 probeg, 2018 yil. Narxi 17.000. Экономичный. Subaru Outback. Outback. Нет, Forester. Subaru Forester 2.2 benzin, 2020 yil, variator avtomat, avtomat korobka. 17.900. Он Outback это, наверное. Olgan bo'larmi deylar? Chanqadira zarogin. Bunday mashina mana. Boshqasini ko'rsatamiz hozir. Juda ham sifatli mashinalardan bittasi. Xo'p, Sangyong Tivoli degan model, 97.000 probeg, 2018 yil, 1.6 motor, $12.000 ga. Bizda Toshkentda shu mashinalarni yangisini menimcha reklamasiini syomka qildik. Yomon emas lekin. Koreyskiy mashina. Men o'zimga shu mashinalar yoqadi. Carnival 2019 2.2 turbo dizel 17.5 ming. Rangi oq. Jemchug emas, oq. Hozir yana shunda sherigi bor ekan. 2019 1.05 ming.